har qanday biznesning rivojlanishi bu psixologiyaga bog'liq. Nimaga mijozlarimiz $1200 kursimizni sotib olyapti? Pulni yaxshi ko'rsangiz, nimaga uni sarflab yuboryapsiz? Otib yuboryapsiz, yo'q qilib yuboryapsiz. Sevgi aslida unaqa emas-ku. Masalan, bir qizni sevib qolsangiz, uni o'zingizga olishni xohlaysiz, to'g'rimi? Uyingizga keltirishni xohlaysiz. U bilan birga bir umr yashashni xohlaysiz. Nimaga pulga shunday emas? Ishoning, mana shu narsani qilishni boshlashingiz bilan ortiqcha narsalarni olmaydigan bo'lasiz va pulingizni behudaga sarflamagan bo'lasiz. Nimaga sarflasam 10 barobar bo'lib qaytadi degan tushunchalarda yashasangiz, pulni sevayotgan bo'lasiz. Aslida siz puldan qo'rqasiz. Har qanday biznesning rivojlanishi bu psixologiyaga bog'liq. Biznes egasining psixologiyasi qanday bo'lsa, uning biznesi ham xuddi shunday bo'ladi. Masalan, o'zingizdan bitta misol. Hozir biznesingizda qanday muammolar bo'layotganligini ayting, men sizga tushuntirib beraman. Xizmatimiz bor, shu xizmatimizni qimmatga baholay olmaymiz. Qancha harakat qilmaylik, mana masalan, produktimizga mahsulotlar ko'proq qo'shyapmiz-da. Shuncha ko'p qo'shsak ham sifatni oshirsak ham, lekin xizmatimizni narxini oshira olmayapmiz. Shuni nima qilsa bo'ladi? Oshira olmayapsizmi yoki oshirishdan qo'rqyapsizmi? Oshirishdan qo'rqyapman, to'g'riroq. To'g'ri. Buni bir nechta sabablari bor. Birinchi navbatda sizni mahsulotingizni sotadigan sizni sotuvchingiz sizni mahsulotingiz nima ekanligini bilmaydi. Va u sizni mahsulotingizni baholayotgan paytida o'zini kichkina summalari bilan aytadi. Masalan, gapirayotgan paytida, u summa aytayotgan paytida deylik, sizni qo'lingizdan u 1 million yoki 3 million oylik oladi. Lekin u 5 millionlik narsani sotishga qiynaladi. Birinchidan bu yerda sotuvchini psixologiyasi summaga tayyor emasligini bildiradi va mutaxassisi, ya'ni kimni sotayotganligini yaxshi tushunmayotganligidan. Bu birinchi sababi. Ana endi yana bitta sababi bor. Aynan bu sizga tegishli sabab, siz rad etilishdan qo'rqasiz. Ya'ni siz mahsulotlaringizni sifatini aytyapsiz, qo'shimcha narsalar beryapsiz-da, lekin agar u yo'q desachi, bitta mijozimdan ayrilaman. Men bu mijozni shuncha summaga keltirganman-ku bu suhbatgacha deysiz-da. Vot siz o'sha mahsulotingizni baholay olmaysiz, chunki rad etilish qo'rquvi bor. Agar siz rad etilish qo'rquvidan qochib yashasangiz, baribir bu muammoga duch kelasiz. Shuning uchun siz o'sha rad etilishdan qo'rqsangiz-da, o'sha qo'rquvga tikka borishingiz kerak. Mayli, 5 tasidan 10 tasidan rad etilaman va lekin men albatta meni maqsadimga mos tushadigan mijozni topaman deya olishingiz kerak. Ichki holat shunga tayyor bo'lish kerak. Mana misol uchun aytib ko'ring-da o'zingiz ham. Mayli, 5 tasi yo'q deydi, 10 tasi yo'q deydi, lekin men xohlagan mijoz, ya'ni menga to'lov beradigan mijoz meni hayotimga kirib keladi deb o'zingizga shu narsani aytishingiz bilan ichingizda ishonch paydo bo'ladi. Shu qo'rquv bo'ladi ekanda, men o'zimni kuzatganman ancha. Shu sotib olmasachi, qimmat tuyulsachi ularga o'ylayman. Chunki o'sha rad etilishdan qo'rqasiz. Bitta mijozni qimmatga oldingizga keltirdingiz, endi uni ketib qolishidan qo'rqasiz. Lekin yana bitta narsa bor. Bu ham psixologik holat. Sizni qimmat baholaydigan mijoz kelishiga ishonmaysiz. U pul berish haqida o'ylamaydi. Qimmat mijoz har doim sizni xizmatingizni ko'radi. Unga kerakli xizmat bormi? Ha, qancha pul bersa ham sizdan uni sotib oladi. Siz mana shu narsaga ishonishingiz kerak. Chunki siz izlayotgan inson sizni ham izlayotgan bo'ladi. O'zim mana mijozlarimni holatini tushunishim to'g'rimi yo noto'g'ri? Masalan, shu menga qimmat pul bera olmasligi, masalan, katta pul bermasligini tushunsam-da, masalan, uni ham vasiyatidan kelib chiqib o'zim narx belgilab qo'yishim mumkin-da. Shunaqa holat ham bo'ladi-ku. Masalan, puli kamroq ekan buni, shu xizmatimni arzonroq qilib beray degan savol bo'ladi-da o'zimda. Aslida olganda bu holat ham psixologik holat. Bu siz o'zingizni xizmatingizni yuqori baholay olmayotganingizdan darak beradi. Bu ham ichingizdagi qo'rquv sabab va psixologik holat. Chunki sizni o'tmishingizda, sizni ongingiz, sizni miyangiz buncha summaga xizmat qilmagan. Va shuning uchun bu yangilik bo'lganligi uchun yangilikni miya e'tiroz bilan qabul qiladi. Lekin bir necha marta mashq qilib ko'rsangiz, bu narsadan chiqib ketasiz. Va siz bemalol narxingizni ayta olasiz. Siz agar mahsulotingizga 100%
ishonsangiz, albatta sizga kerakli bo'lgan, sizni izlayotgan mijoz sizni oldingizga keladi. Bunga 100% ishoning. Demak, men bitta tomondan aytib berdim buni. Demak, siz o'zingizni baholay olmayotganingiz. Endi mijoz shunday narsaki, agar o'zini past baholaydigan mijoz bo'lsa, u har doim sizga arzon qilish haqida gapiradi va xizmatingizdan gap topaveradi. Doim siz qanchalik harakat qilmang, qancha xizmat qilmang, mijozingiz sizdan ayb topadi, kamchilik topadi, qilib bermading, buni qilmading, bu bo'lmayapti, nimaga bo'lmayapti deyaveradi. Va sizni bu bilan psixologik holatingiz buzilib ketadi. Ha, men qila olmayotgan ekanman, meni qo'limdan kelmayotgan ekan deb. Yana o'zingizni nima qilasiz? Past baholaysiz. Shuning uchun narxi ko'tarayotgan paytida siz o'zingizga aniq ishonasizmi? Ha, aniq qiladigan xizmatingizga ishonasizmi? Narxingizni to'liq ayting va 5 ta, 10 ta, 100 tagacha radlarni qabul qiling. Rad javoblarni oddiy qabul qiling va undan keyin siz istagan insonlar sizni oldingizga keladi. Shu yon atrofimda ham bor, masalan, o'zimdan tabaqasi baland odamlar o'sha men qilayotgan xizmatni katta narxga baholab sota oladi. Lekin bizda qanaqadir qo'rquv bor. Shu agar qimmat aytib qo'ysam, o'sha xizmatimni sotib olmasachi degan qo'rquv bor. Lekin o'zimizdan tabaqasi baland, darajasi katta odamlar qimmatga sota oladi. O'sha bizning xizmatimizdan kam xizmat bo'lsa. Bu sizda tajribani pastligi, tajribani yetishmayotganligi. Ya'ni bu o'tmishga bog'liq. Xuddi shunday xizmatlarni oldin shu summaga narxlab ko'rmagansiz. Ya'ni o'tmish qanaqa edi? Bu bolalikka borib taqaladigan tema. Bu xotira mushaklarda arzon xizmatlar, doim tekin xizmatlar qilib yurgan ma'lumotlar hozir ishlab ketadi. Yoki bo'lmasa kimgadir yordamchi bo'lib yurgansiz qachonlardir. Endi misol uchun aytyapman. Va siz har doim kichkina summa bo'lsa ham, Xudoga shukr, summa olyapman-ku, shu pulni olyapman-ku degan ma'noda ishlab kelgansiz. Va endi katta narx ko'tara olmaysiz, chunki menga bu pul beryapti-ku, kichkina bo'lsa ham deb turibsiz. Bu eski mushak xotiralarda muhrlanib qolgan, ongingizda eski programma qotib qolgan, blokka uchrab qolgan to'siqlari bor. Endi uni yengib keta olmay turganligi uchun katta narx ayta olmayapsiz. O'zini yuqori baholayotgan, xizmatini yuqori baholayotgan odamlar ancha o'zini ustida ishlagan odamlar va ular o'zini xizmatini baholashga ulgurgan, tajriba ham, bilim ham yetarli darajada olib bo'lgan. Shuning uchun ular bemalol narxini ko'tara oladi. Siz hozir shu jarayondasiz. Ya'ni faqat tajribadan kelib chiqadi bu. Bu narsa mana birinchidan o'sha aytgan narsam, xotira mushaklarida eskirib qolgan ma'lumotlar. Men qo'rquv borda sizda. Qanaqa qo'rquv? Men bunga loyiq emasman degan qo'rquv. Bu ichki holatingiz buni bermasligi mumkin sizga. Siz ichingizni eshitmaganligingiz uchun. Agar ichingizni aniq eshita olsangiz, qo'rquvingizni tagida men bunga loyiq emasman, bunday pulga loyiq emasman degan bir ma'lumot yotgan bo'ladi. O'sha yoshlikdagi holatlarga ham to'g'ri kelishi mumkinmi? 100% bolalik xotiralaringizdan kelib chiqadi bu narsalar. Masalan, qilib ko'rmagan ishingiz bu yangilik. Miya har doim yangilikni e'tiroz bilan qabul qiladi, oddiy qabul qilmaydi. Siz yangi informatsiyani miyaga berayotgan paytingizda albatta o'tmish tajribalari shunday ko'tarilib chiqadi-da, bunaqa narxga ishlamagan eding-ku, sen bunaqa narxlama, mijozing ketib qolish mumkin, qo'lingdan kelmaydi, shuncha puli o'ylab ko'r, bu bo'lmaydi. Ya'ni rad etilishdan yana qo'rqyapsiz bo'ladi. Mijozni yo'qotib qo'yasan deydi miya. Nima qilasan deydi, komfortdan chiqisi kelmaydi. Qo'y shunaqa narsani. Yo'qotib qo'yasan mijozingni. Undan ko'ra shu narxga ishlayvergin, yomon emas-ku deydi. Yetib yetmasdan turibdi-ku senga deydi. Lekin qilayotgan xizmatingiz sizga yetmayotgan bo'lsa, xarajatlaringizni qoplamayotgan bo'lsa, bilingki, siz xizmatingizdan rozi bo'lmayapsiz. Bu ham sizni psixologik pastga tushirib qo'yadi. Bu ham sizni o'zingizga yuqoriga ko'tarishga, motivatsiya olishingizga ruxsat bermaydi. O'shaning uchun siz motivatsiyadan tushib ketasiz, xizmatingizni qila olmaysiz, yuqori baholay olmaysiz xizmatingizni. Ishlaringiz ham xuddi shunday. Masalan, zo'r ish qilib turibsiz-da, lekin nimagadir o'sha mijozni ishini qilib bera olmayapsiz. Siz qachon o'zingizni narxlay olasiz, mijozingiz ishi ham ko'tariladi. Siz bilan mijozingizni ishi sizni psixologiyangizga bog'liq. Masalan, sotuvchining psixologiyasi mijozning psixologiyasi bilan to'g'ri kelsa sotib oladi. Bu ham bor. Juda
katta narsalar aralashib ketadi bu joyga. Masalan, 150 ming dollar оборотida bor bo'lgan mijozni olish uchun siz xizmatingizni narxini yuqori baholay olishingiz kerak. Yani odamlarning psixologiyasida arzon narsa bu sifatsiz, qimmat narsa bu sifatli degan ma'lumot bor. Shu ma'lumot ishlaydi. Masalan, o'zimiz ham yaqinda qilgan o'sha sotuvimizda, treningimizda biza 399 dollar, 500 dollar va 1,5 ming va 1,200 dollar qilib qo'ydik. Nimaga mijozlarimiz 1,200 dollarlik kursimizni sotib olyapti? Chunki ular qimmat joyda qimmat narsa borligini bilyapti. U istagan narsa shu qimmat joyda ekanligini bildi. Shuning uchun bizani o'sha standart va premium kurslarimizga e'tibor qaratmadi odamlar. O'ylab ham ko'rmadi. Tasavvur qilingda, mani summam, miyami summasi baland, sizniki kichkina. Siz pastga tortyapsiz, men yuqoriga ko'tarilyapman. Men o'zimni, xizmatimni nimaga loyiq ekanligini bilaman. Ularni natijaga olib chiqishimni ham juda yaxshi bilaman. Lekin yo'q, siz menga emas, siz o'zingizga ishonmaysiz. Odamlar deysiz, mana, ya'ni bu yetishmovchilik ongida yashaganligingiz uchun odamlar bu summani qanday to'laydi? Odamlarga yon bosish kerak. Bu yerda ham odamlar o'ylab qoladi. Shu joyda ham odamlarni o'ylayapsiz. Odamlarga yon bosish kerak deydi siz. O'sha siz yon bosgan odamlar, ya'ni ularni o'ylagan odamlaringiz kelib kichkina summani to'laydi, lekin sizdan yana talab qilaveradi katta narsalarni. Siz bergan narsani hazm qilmay, keyingi narsani talab qilaveradi. Va o'shaning uchun ham siz yana jahlingiz chiqadi, yana g'azablanasiz, yana o'sha tushkun holatga tushasiz, yana o'sha miyani haligi dozasini tushirib qo'yasiz. Natijada hayotda siz istagan narsalaringizni ola olmaysiz. Keyin yana bitta savolda mana shu ko'p pul topamiz. O'zimda masalan pul topaman, lekin o'sha topgandan ko'ra ko'proq ishlatib ketaveradi. Buning sababi nimaligini hech tushunmayman. Nimaga bunaqa qo'limga pul keladi, lekin tez yo'qolib ketadi. Nimaga tushunmay qolaman. Bu bilasizmi? Men buni adrenalin qopqoni deb aytaman-da. Nimaga? Chunki pul kelganda odamning adrenalini ko'payib ketadi. Hamma narsaga qodirdek tuyuladi. Hamma narsani men qilaman deydi. Sizdan qarz so'raydimi? Berasiz. Sizga kerak bo'lmagan narsa bor, bu ham kerak bo'lib qolar deb sotib olaverasiz. Bu degani birinchi adrenalin qopqoniga tushib qolganingiz, emotsiyaga berilishingiz, bundan keyin ham xuddi shunaqa pullar menga har doim keladi degan xulosaga borib pullarni sarflab yuborishingiz, bu birinchidan. Ikkinchidan, sizda pul tizimi yo'qligi. Ya'ni pulingizni, kunlik xarajatlaringizni, oylik xarajatlaringizni hisoboti yo'qligi. Va siz har doim qancha ko'p pul topsangiz, shuncha ko'p sarflaysiz. Aniq bir summa yo'qki, siz oyiga shuncha pul sarflaysiz va bundan ortganini jamg'arish mumkinligini o'ylab ko'rmaysiz. Masalan, siz oyiga 3 million, 4 million, 5 million deylik xarajat qilasiz o'zingizga, ishingizga, boshqasiga, lekin undan ortiqcharoq pul topganingizda uni tezda nima qilasiz? Sarflab yuborasiz. Keraksiz narsalarni olasiz. Sizni hayotingizda, misol uchun, har kuni ertalab 2 ta tuxum va 1 ta pomidor va 4 ta ko'kat yeb turuvdingiz. Va siz o'ylaysiz, misol uchun, deylik siz do'konga kirganingizda, men ertalab 2 ta tuxum, 1 ta pomidor, keyin ko'katlar olaman deb emas, kirganingizda siz qo'lingizda pulingiz bor, hamma narsani olish imkoniyati bor sizda. Endi siz nima qilasiz? Ko'proq narsa olasiz. Tuxumni oldiga yana pichoniylar olasiz, shirinliklar olasiz. Siz organizmingiz o'zi aslida o'sha 2 ta tuxum, 1 ta pomidor va ko'katlarga moslashgan edi, yetarli edi, miya ham chotki ishlab turgan edi. Bu sog'lom holat o'zi aslida. Lekin siz uni oldiga endi turli xil pichoniylar olasiz. Endi choyni turli tumanlarini olasiz. Siz o'zingizni oziqlantirish uchun ko'proq xarajat qilasiz. Bu ham adrenalin qopqoniga tushib qolganingizdan darak beradi. Odam o'zini bosqichma-bosqich pul tizimiga tushirish uchun kirim chiqimni aniq hisobotini olish kerak. Bir oyda qancha pul sarflaydi va qancha jamg'armasi bo'ladi. Buni aniq hisoboti bo'lish kerak. Qo'lingizda albatta daftaringiz bo'lish kerak, ruchkangiz bo'lish kerak. Qancha kirim bo'ldi, har kun kechqurun qancha chiqim bo'ldi. Ishoning, mana shu narsani qilishni boshlashingiz bilan ortiqcha narsalarni olmaydigan bo'lasiz va pulingizni behudaga sarflamagan bo'lasiz. 10 ming dollar pulni
qanday xarajat qilishni bilmayapsizmi? Demak, meni ichki holatim, meni ichki limitim 10 ming dollarni qabul qilmaydi, itaradi. Chiqib ket deydi. Men buni nima qilishni bilmayman deydi, itaradi. Mabodo 10 ming dollar qo'lingizga tasodifdan kelib qolsa ham, siz darrov ularni sarflab yuborasiz. Endi pulni yaxshi ko'raman dedingiz. Pulni yaxshi ko'rsangiz, nimaga uni sarflab yuboryapsiz? Otib yuboryapsiz, yo'q qilib yuboryapsiz. Sevgi aslida unaqa emas-ku. Masalan, bir qizni sevib qolsangiz, uni o'zingizga olishni xohlaysiz, to'g'rimi? Uyingizga keltirishni xohlaysiz. U bilan birga bir umr yashashni xohlaysiz. Nimaga pulga shunday emas? Pul kelishi bilan yaxshi ko'raman deyapsiz, pul kelishi bilan taqsimlab tashlayapsiz. Demak, pulni sevmaysiz. Demak, pulni sevish. Demak, o'sha gapimni tugatib oling. O'sha pulni sevaman degan odam pulni har doim yo'qotishdan qo'rqadigan odam. Uni ichida pulga tayyorgarlik yo'q. Katta pullarga ochilmaydi shu uchun. Savolingiz. Shu yo pulni sevish deganda o'sha pulni o'zini sevib bo'lmaydi-ku, pul ehtiyojda ishlatish uchun yaxshi ko'riladi-da. Mana shu joyda ham aniq sizda tushuncha yo'qligi, aslida pulni sevadigan odamlar, muvaffaqiyatli insonlar, masalan, milliarderlar pulni ko'paytirish haqida o'ylaydi. Uni qanday qilib ko'paytirsam ekan? Mana siz bitta qizni sevdingiz, uyingizga olib keldingiz, u bilan birga maroqli yashashni xohlaysiz, farzandlar dunyoga keltirishni xohlaysiz. Demak, bu ham ko'payib, o'zingizdan zavqlanib yashashmi? Pulni ham olib kelgandan keyin ko'payadigan joylarga sarflay olishimiz, uni yanada kengayib kelishini ta'minlashimiz, uni qayerga qo'ysam 2 barobar bo'lib keladi, nimaga sarflasam 10 barobar bo'lib qaytadi degan tushunchalarda yashasangiz pulni sevayotgan bo'lasiz. Aslida siz puldan qo'rqasiz. Masalan, o'sha qo'limda pul tushganda, ko'p pul tushganda, qarz so'raganlarga yo'q deya olmasligim bu nimadan bo'ladi? Ko'pchilik shunaqa qiladi-da, masalan. Yo'q deya olmaslik. Yo'q deya olmayman-da. Qarz so'raydi, yo'q deya olmayman. Qo'limda bo'lib turib, yolg'on gapirishdan qo'rqishmi? Yo'q, aslida bu o'sha yo'q deya olmaslik, bu ichki holat, kamtarlik, xijolat bo'lishlikka tayyorgarlik rosa tarbiyadan boshlanib kelingan bu paytgacha. Siz xizmatingizni ham yo'q deya olmaysiz, pulingizni ham bo'lsa yo'q deya olmaysiz. Endi sizga bitta savol. Agar pulingiz yo'q bo'lsa, men sizdan pul so'rasam, menga pul berasizmi? Yo'q, pulim yo'q-ku. Aytdim, menga 10 ming dollar pul kerak edi. Menga pul bering. Pulim yo'q-ku o'zimda. Siz menga nima deb javob berasiz? Yo'q deyman. Yo'q deya olyapsiz, a? Yo'q deb bilyapsiz, to'g'rimi? Yo'q deyman, endi qo'limda pul yo'q vaqtida. Yo'q vaqti yo'q deb bilyapsiz. Tasavvur qiling, endi siz qo'lingizda pul bor-da. Aytdim, menga 10 ming dollar pul bering. Bera olaman, lekin qo'limda pul bor vaqtda o'sha berib turishga harakat qilaman-da. Lekin o'sha hamma vaqtda emas-da. Qaniydir o'zimga ishlatishimga kerak bo'lib turgan joy bo'lsa ham, kimdir so'rasa masalan, bera olaman, yo'q deya olmayman. Masalan, agar 10 ming dollar pulingiz bo'lsa, menga bering desam, o'zingizga kerak bo'lib tursa ham, ayta olasizmi? Men o'zimga kerak edi, lekin men sizga beryapman deysizmi? Shunaqa deb berasiz, a? Keyin pulingizni ola olmaysizmi? Keyin pulimni so'rashga ham qanaqa. To'xtang, shu masalani yechib olaylik oldin. Bu o'sha odat bo'lib qolgan xijolat bo'lish, aybdorlik hissi, to'ppa-to'g'ri. Bermasam, men aybdorman-ku. Bermasam bo'lib turib qanday qilib bermasligim mumkin degan aybdorlik hissi bor. Chunki sizni shunday tarbiyalashgan. Biznes egasi o'zini qayta tarbiyalash kerak. Sizga kerakli bo'lgan pulni o'zimga ishlatadigan joylarim bor, xarajatlarim bor. Sizga pul bera olmayman deb aniq ayta olishingiz kerak. Endi shuni hozir menga bir marta aytib ko'ring. Jadid opa, xarajatlarim ko'p, sizga pul bera olmayman deb ko'ring. Jadid opa, xarajatlarim ko'p, sizga pul bera olmayman. O'zim ishlatadigan joyim bor. O'zingiz qanday his qilyapsiz? Yaxshi. Aybdor his qilyapsizmi o'zingizni? Yo'q. Sababini bilish 80% yechim. Bir marta aytib ko'rish bu degani bir qadam oldinga ketish degani. Endi siz yo'q deb bilasiz. Boshqalarga mani xarajatlarim bor o'zimni, o'ylab qo'ygan planlarim bor, pul bera olmayman deya olasiz. Chunki haqiqatdan ham miya o'zini o'ylab qo'ygan rejalari uchun pul jamg'ardi, yig'di. Agar siz o'ylab qo'ygan narsangiz uchun yig'ib qo'ygan pulingizni birovga berib yuborsangiz, miya qaytib shu pulni sizga topib bermaydi.
Chunki miya aytadi, agar yana bunga pul yetkazib bersam, bu yana bitta so'rasa berib yuboradi deydi. O'shaning uchun keyingi pul kelish sizga juda qiyin bo'ladi. Shunda o'zimga bergan va'damni bajarmaslikmi bu? Bu o'zingizga bergan va'dangizni bajarmadingiz, miya holati bu. Miyaning holati. Mana siz o'zingizga bergan vazifani bajarmadingiz, miya esa endi отказ qiladi. Sen gunohkorsan, men senga pul bermayman. O'sha endi ikkinchisiga o'tsak-chi, o'sha qarz bergan odamdan pul so'rab olishimchi? Aytdim, birinchi navbatda sizni qiladigan ishingiz o'sha hijolatni biz olib tashladik-ku. Tasavvur qiling, sizda hozir bitta amaliyot qilamizda. Mani pulim yo'q, lekin menda sizni pulingiz bor. Siz mendan pulingizni so'rang, menga pul zarur edi. Pulimni bering deb so'rang. Mani pulim o'zimga zarur edi. Men pulimni berib tura olasizmi? Sizga aytaman. Aytdim, men sizga albatta pulingizni yetkazaman, bo'lib beraman. Agar menda hech qachon pul bo'lmasa, bo'lib beraman deyish mumkin. Siz bunga rozi bo'lishingiz kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Agar siz uni puli yo'qligini bilib turgan bo'lsangiz, bu menda bo'ladimi, unda bo'ladimi, kimda bo'lishidan qat'iy nazar. Va plan qanaqa bo'ladi? Miyada informatsiya qanday ketadi? Bermayapti pulimni degan paytda miya butun olamdan kelayotgan pullarni sizga to'sib qo'yadi. Butun olamdan kelayotgan pullar, undan, bundan, xizmatingizdan kelayotgan pullar ham kechikib ketadi. Agar siz u bilan kelishib olsangiz, masalan, mayli menga kuniga shunchadan pul ber yoki menga har hafta shunchadan pul berginda qarzimni uzib borgin desangiz, u tayyor bo'ladi berishga va sizni miyangiz ha bu beradida ketdi. Miya shunaqa qabul qiladi. Ha, bu pulni hozir bo'lib bo'lsa ham beradi. Endi butun olamga miyadan impuls tarqaladi, pullarimni beradi degan. Hamma olamdan kelayotgan pullar sizga berilish sifatida keladi. Ha, berish kerak bunga pul. Berish kerak deydi. Miya shunaqa. Agar u bermayapti, qiynalyapman, so'rolmayapman degan tushuncha bilan bir umr yashasangiz, psixologiya shu yerda qotadi. Va bu psixologiya bilan qolgan joydan ham sizga pul kelmaydi. Siz uchun birinchi bilim, deylik. Ikkinchisi esa agar sizga u pul bera olmayotgan bo'lsa, siz u pulni unuting va diqqatingizni boshqa keladigan joylarga qarating. Bu juda ham muhim narsa. Shunaqa qilaman men, o'ylab yurmayman masalan, qarz bersam kimga? Zo'r. Kimgadir qarz bersam o'ylab yurmayman qachon beray ekan deb. Ko'p hollarda hisoblamayman pulimni. Zo'r. Bergan pulimni. Bu zo'r. Men shuncha berdim, hisoblab bermayman. Bu hozircha zo'r. Hozircha zo'r. Ya'ni lekin bu degani har doim shunday bo'lish kerak emas. Siz bundan tarbiyalanishingiz kerak. Sizga bu nima uchun keldi? Tarbiya berish uchun keldi. Qarz berayotgan paytingda qachon olishingni aniqlab, hisob-kitob qilib, qog'oz bilan ruchka qilib, keyin berishing mumkin. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Agar undan olishga ishonchingiz komil bo'lmasa, xat qog'oz qilib olib, keyin qarz bering unga. Agar kichkina summalar bo'lsa, kechib ketadigan summalar bo'lsa, bermasa ham mayli bo'lsa, unda bemalol beravering. Kechib ketadigan summani berib qutulgani yaxshiroq. Kimdir mendan pul so'rasa, misol uchun, kechib ketadigan pullarimni beraman, bersa beradi, bermasa bermaydi. Agar meni u yaqinim bo'lsa, bera olmaslikni ilojisi bo'lmasa, yo'q deya olmasam, shunday qilaman. Bo'lmasam, agar biznes egalari yoki tadbirkorlar yoki o'zimning dugonalarim bo'lsa, biznesiga pul sarflamoqchi bo'lsa, men aytaman, o'zimni rejalashtirgan ishlarim bor, men hozir pul bera olmayman. Ya'ni siz biznes egasi sifatida fikrlashingiz kerak. Har bitta summangizni hisobi bo'lishi kerak. O'shanda sizning pulingiz o'sadi. O'shanda pulni sevayotgan bo'lasiz. Masalan, har safar pulni berib unutib keta olmaysiz. Nimaga shunaqa deyman? Masalan, pulni berdingiz, bera olmayaptimi? Diqqatingizni boshqa tomonga qarating. Agar bunda qolib ketsa, sizga keyingi ishlaringiz yurishida ham, keyingi pul kelishida ham qiyinchiliklar tug'iladi. Shunaqa bitta tanishim bor edi, birovdan pul so'rashga usta edi. Misol uchun, hali pulni bermasdan turib, mendan yana pul so'rardi. Men yana pul beraman. Haligi eng muhimi aytaman, bu pul so'rashdan hech qachon uyalmasdi. Hali bermay turib yana pul so'rardi. Hali bermay turib yana pul so'rardi. Yana aytardi: "Opa, senda puling ko'p-ku, sen millionersan-ku, sen boysan-ku, vot menga motivatsiya beradi. Puling ko'p-ku senda, sen rahbarsan-ku." Va meni pulimni olib ketardi. Men buni holatni tushunganimdan keyin o'zimga to'g'rilab olganman. Sizda ham xuddi shunaqa. Voy, meni pulim yo'q-da, hozir shunaqa och qolganman. Meni ovqatlantira olasanmi deydi. Keyin ovqatlantirganingizdan keyin
mani shuncha pulim yo'qda, menga shunchagina pul bergin, yo'l kiromga pul bergin deydi. Va uni berganingizdan keyin qara, mana bu xarajatlarim ko'pda, uyimda bir kasal onam bor yoki kimimdir bor. Ular shunaqa. Sekin kirib boryapti-da menga, to'g'rimi? Ha, u sizga ham motivatsiya bo'ladi. Voy, men pul berib bilyapman. Bundan bu ham psixologik holat. Men bundan zo'r ekanman, pul berib bilyapman-ku. Qara, buni ahvoli og'ir ekan. Pul berishim kerak ekan. Ha, mana siz o'sha tomonga ilinib ketib qolasiz. Bu biznes psixologiyasidan uzoqda ekanligingizdan bildiradi. Siz o'zingizda biznes psixologiyasini shakllantirayotgan paytingizda pul bu sizni sevimli ishingizni rivojlantiruvchi mahsulot ekanligini aniq bilib turasiz. O'shanda har bitta summangizni hisob-kitob qilasiz. O'shaning uchun yana sizga tavsiya, yoningizda kirim-chiqim daftaringiz bo'lsin. Bugun qancha xarajat qildingiz va qancha kirim bo'ldi? Bugun qancha pul kirgizdingiz? Mana shu o'zingizni mana shunaqa analiz qilib tursangiz, pullaringizni analiz qilib tursangiz, pulni shunaqa sevasizki, pulni behudaga sarflamaysiz. Keladigan joylarga, ko'payadigan joylarga sarflashni o'rganasiz. Pul ko'payadigan joyga sarflanganligi uchun u oqib kelishni boshlaydi. U shuni yaxshi ko'radi. Endi o'sha yordam qilish, bu aytasiz-ku, bu odamgarchilik-ku yordam qilish. Bu meni qarindoshim-ku yordam qilish. Bu holatda uni o'stirmagan bo'lasiz. Siz uni ham o'sib pul topishini xohlaysizmi? Demak, pulni qanchadir miqdorini berib qo'ying. Mayli, $80 o'zing top, $20 men beraman. Bu sizdan ham umid qilmasligini tushunish kerak u. Siz unga hech narsani o'rgata olmaysiz. Shunchaki siz uni bundan keyin unga pul bermasligingizni tushunishi bilan o'zi harakatga tushib ketadi. U ham psixologiyasini o'stiradi. Chunki tajriba ham, hayotiy tajriba ham psixologiyani juda kuchli o'stiradi. Tez o'stiradi. Bu holatdan qanday qilib chiqib ketsam bo'ladi men bermaslik holatini? Siz aytasiz, bu pulimni egasi bor deysiz. Mana shu gap aytinglar, bu pulimni egasi bor deng. Egasi degani kim degani? Ya'ni siz ko'payish uchun qayergadir sarflab qo'yapsiz, to'g'rimi? Egasi bormi? Egasi bor. Har doim ayting, pulimni egasi bor. Ko'paytirib beradigan joyi bor. Pulim ko'payib keladigan manbalar bor. Qirralarim bor. Ishlatadigan joylarim bor. Albatta bu so'zlardan foydalaning. Va u ham sizga umid qilib qolmaydi shunda. Shahid opa, bu savollarimga to'liq javob olib oldimmi? Lekin sizni kursingizda o'qigim kelib qoldi, to'g'risi. Yana chuqurroq o'rgangim kelib qoldi shu biznes psixologiyasi. Aslida sizga gapirayotgan gaplarim, savollaringizga bergan javoblarim bu psixologiyani, biznes psixologiyasini 100dan bir kichkinagina qismi, zarrachasi hisoblanadi. Lekin biznes psixologiyasini o'rgansangiz, haqiqatdan ham o'sasiz, zavqlanasiz, hayotingizdan va ishingizdan maza qilasiz. Sizga bitta yangilik aytaman. Yaqinda biz biznes psixologiyasi bo'yicha trening o'tkazyapmiz. Bundan tashqari treningda o'sha yechilmagan muammolaringiz, kimgadir pul berib qo'ygansiz, ola olmayapsiz yoki filiallaringizni kengaytirmoqchisiz, kengaytira olmayapsiz. Biznesingizni oborotini ko'paytirmoqchisiz, lekin ko'paytira olmayapsiz. Sizni jamg'armangiz yo'q haligacha ham. Demak, jamg'arishni xohlaysiz va shunga o'xshagan muammolarga yechim beramiz. Agar siz ham 5 soat davom etadigan treningda qatnashib, muammolaringizga yechim olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi link orqali formani to'ldiring, sizga trening haqida ma'lumot berishadi.